Va alaykumussalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, ba'zi saroy mullalarini xato gapirdi desak tavba qil. Ulamoni go'shti zaharlik, farzandingdan olim chiqmaydi deb vahima qilishadi. Olimlarni tanqid qilish mumkin emasmi? Vaholanki shu avliyolar Ibn Taymiya va boshqa bir olim deydigan insonlarni tanqid qilishadi. Agar kimdir sizga mana shunaqa qilib xatoyini aytganingizda og'zingizga urayotgan bo'lsa, zurriyotingdan olim chiqmaydi, tavba qildim. Bu odamga aytingki, agar olim sendagi inson bo'lsa, unaqangi olim men zurriyotimdan chiqmasin. Chunki bu olim emas, xatosini tan olmaydigan, odamlar nasihatini qabul qilmaydigan inson. Bu pop deyiladi. Qadimda mana nasroniylarda kanisa butun davlatni boshqargan. Podshohni ham, xalqni ham kanisadagi poplar boshqargan. Qanaqa qilib desa, ana shunaqa qilib odamlarning yuragini olib qo'yib, Allohning nomidan ish qilgan. U pop rozi bo'lsa, Alloh rozi. Popni norozi qilib qo'yishsa, Alloh norozi qilgan bo'ladi, Xudoning qahri keladi deb odamlarni ana shunaqangi manipulyatsiya qilib olish deydi-ku, Allohdan qo'rqishidan foydalanib. Ana shunaqa qilib o'zlariga qaram qilib olishgan. Bular olimlar deyilmaydi, bular poplar deyiladi, ya'ni. Ana shu sababdan keyin dinga nafrat paydo bo'ladi. Mana shu sababdan o'sha tarixda mana Fransiya inqilobi bo'ldi. Mana hozir Yevropa nimaga mutlaq dinsiz? Bunga qaraganingizda nasroniyligiga ham amal qilmaydi, ya'ni. Ana o'shanaqangi poplar sabab bo'ldi shu narsaga. Ular o'zlari hamma ishni qilishi mumkin, lekin odamlarga mumkin emas. Bir narsa desang, Alloh bilan seni qo'rqitadi, menga gapirma deb, ya'ni. Shuning uchun bunaqangi olim auzubillah men zurriyotimdan chiqishidan deng. Chiqmasa chiqmay ketsin. Nima qilibdi olim chiqmasa zurriyotdan? Olim kim o'zi? Innama yaxshillohu min ibadihil ulama. Allohdan qo'rqqan odam olim. Hamma narsani yodlab olgan odam olim emas, u zolim u. Agar Allohdan qo'rqmasa. Endi qarang, olim tanqid qilish mumkin emasmi deyapsiz. Umar olimmi yo'qmi? Olim. Abu Bakr olimmi yo'qmi? Olim roziyallohu anhu. Lekin mana Abu Bakr roziyallohu anhu xalifa bo'lganlarida birinchi kun aytgan gaplari bor. Agar men toyilsam faqawwimuni, to'g'rilaylar meni deganlar. In ahsantu fa'inuni va in asa'tu faqawwimuni. Agar yaxshilik qilsam menga yordamchi bo'linglar yaxshilikda. Agar yomonlik qilsam men to'g'rilaylar deganlar. Kim endi bugungi kundagi odamlar unga gapirib bo'lmaydi? Yoki mana Umar roziyallohu anhu ham bir kun Muhammad ibn Maslamaga aytganlar, "Men haqimda nima deysan?" degan. U kishi maqtab oxir aytganki, agar salgina og'sangiz, kamonni o'qi to'g'rilangandek to'g'rilab qo'yamiz sizni degan. Alhamdulillah deganlar Umar roziyallohu anhu. Bunaqa misollar ko'p. Haqiqiy olimlar hech qachon unga gapirishligiga qarshi chiqmaydi, odamlar unga e'tiroz bildirishiga. Muhimi dalil bilan bo'lsin. Havoy nafs bilan bo'lmasin odamlarning e'tirozi. Qolloh, qola Rasululloh. Alloh aytdi, Rasululloh aytdi. O'shani ham o'zicha emas, shu ulamolarning fahmi bilan tushunib raddiya bildirsa, albatta haqiqiy olim inson uni qabul qiladi. Illoki mana pop bo'lsa, unga ham o'sha manfaat ko'rib turgan muridlari bo'lsa, o'sha popning ortidan o'shalargina buni rad qiladi. Allohu alam.